Mamlakatimizda islohotlar mahalladan boshlanmoqda. Aholining deyarli ko'pchilik muammo va masalalarga ham mahallalarning o'zida yechim topilayotgani ham bor gap. Albatta bunday natija davlatimiz rahbari boshchiligida amaliyotga joriy qilingan noyob tizim mahalla institutining faoliyati bilan bog'liq. Obod mahalla, obod ko'cha va mening mahallam ko'rik tanlovlarining respublika bosqichida esa yurtimizdagi eng faol, eng samarali mahallalar va ularda xizmat qilayotgan xodimlar taqdirlandi. Respublika miqyosida bo'lib o'tgan obod xonadon, obod mahalla, obod ko'cha ko'rik tanlovida 159 ming ko'cha, 9800 ta mahalla, qariyb 6 millionga yaqin xonadonlar faol ishtirok etishdi va ular orasidan eng sara tajriba egalarini bugun respublika miqyosida taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla, mening mahallam respublika tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimi mahallalarning driver loyihalari ko'rgazmasi bilan boshlandi. Mahalla yettiligi hamkorligida obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari asosida bir qator ishlar amalga oshirildi. Masalan, joriy yilning o'tgan davrida 119.900 bitta ko'p qavatli uy-joy ta'mirlandi. 458.840 sotix ko'p qavatli uy atrofi, 111.389 ta kirish yo'laklari va 12.689 ta uyning fasad qismi ta'mirlandi. 140.319 ta ko'chalar obodonlashtirildi. 96,5 mingdan ortiq ariq ballatok tozalandi. Davlatimiz rahbari tomonidan tashkil etilgan obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla ko'rik tanlovi jamiyatda obodonlashtirish madaniyatini yuksaltirishga xizmat qildi. Davlat rahbarining tashabbusi bilan shu yettilikli natijasida mahallalarda bo'layotgan o'zgarishlarni hammamiz ko'rib turibmiz. Bu yorqin ifodasi sifatida mana bu ko'rik tanlovda bularni g'oliblarini tabriklash biz uchun, hammamiz uchun juda ham quvonarli. Umuman dunyo miqyosida o'rganishyapti. Mana ko'ryapsizlar, xorijiy mehmonlar kelganda ham yoki turli davlatlarga borilganda ham mana shu masalalarni o'rganishyapti. Nega deganda mana shu mahalla yettiligini joriy etganligi bu ijtimoiy yo'nalishdagi odamlarda har bitta masalada mahalladagi jinoyatchilikning kamayishi bo'ladimi, ishsizlikning kamayishi bo'ladimi, ayniqsa yoshlar muammolari, ilm olishi bilan, sog'lig'ini saqlash bilan bo'lgan munosabatlar, bular hammasida ko'rib turibmiz, mahallalarda o'zgarishlar paydo bo'lyapti. Taqdirlash marosimi avvalida yilning eng faol mahalla yettiligi a'zolari e'tirof etildi. Surxondaryo viloyati Termiz shahri Qahramon mahallasidan Boboyor Xolboyev xonadoni obod xonadon yo'nalishi g'olibi deb topilgan bo'lsa, obod ko'cha yo'nalishida birinchi o'rin Buxoro viloyati Qorovulbozor tumani Imom Buxoriy mahallasi Naqshband ko'chasiga nasib etdi. Bizning mahallamizni sahrodagi mo'jiza deb atashadi. Chunki avvalgi paytda bizning mahallamiz o'rnida sahro edi. Obod ko'cha davlat dasturi asosida, tashabbusli byudjet loyihasi asosida, yashil makon umummilliy loyihalari asosida qator ishlarni amalga oshirdik. Ko'kalamzorlashtirdik, obod qildik, yo'llarimizni ravon qildik, kechalarimizni esa nurafshon qildik. Mahalla yettiligi bilan doimiy ravishda biz birgalikda harakat olib boramiz. Prezidentimizning inson qadri uchun, inson baxti uchun degan g'oyasi asosida bundan keyin ham ish olib boraman va biz barcha nuroniylar prezidentga qo'shqanot bo'lamiz. Obod mahalla tanlovi g'olibi sifatida Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Azimobod mahallasi e'lon qilindi. Birinchi o'rinni egallagan g'oliblarga avtomobil berildi. Prezidentimiz juda ko'p bor ta'kidlaydi. Ahillik bor joyda baraka bor deydi. Mana shu bizni muhtaram prezidentimizga yaratgan sharoitlari yettiligi bizni Azimobod mahalla fuqarolar yig'inida o'zini namunasini ko'rsatdi deb hisoblayman. Ilgarilari raislarda yonida odam yo'q edi. Bitta sekretariya kotibi bo'lardi. Hozir yettilik. Rais faqat boshqarib, barini boshini bir qilib, bir jonu bir tan bo'lib harakat qilganimizning natijasida shuncha natijalarga erishdik. Ishni nimadan boshladik? Birinchi o'rinda jinoyatni yo'qotdik. Migratsiyadan kelgan bolalarni hammasini ish bilan ta'minladik. Hozirgi kunda bizning mahallamiz yashil hududga aylangan, kambag'allikdan, ishsizlikdan xoli hududga aylandi. Faxrli birinchi o'rinni egallab, mana shunday Damas avtomashinasiga sazovor bo'lib turibmiz. Bu butun Azimobod xalqini, butun Farg'ona viloyatini, butun Oltiariq tumanini qilgan mehnatlari deb bilaman. Shunday sharoitlarni yaratib bergan muhtaram prezidentimizga mingdan ming rahmatlar aytaman. Ko'rik tanlov natijasida respublika miqyosida 100 ta obod xonadon, 100 ta obod ko'cha va 100 ta obod mahalla liderlari aniqlanib, ularning ilg'or tajribasi, tashabbus va loyihalarini keng tatbiq etish hamda qo'llab-quvvatlash belgilandi.